Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Moskva shahridan gapiramiz. Ko'rib avtobusimiz hozirda Pasatkada. Bu avtobusimiz qonuniy reysiy avtobus hisoblanadi. Bagajlariga kelsak, har bir biletga 60 kilodan yuklarimiz poложено. Mana xuddi shunday yurtdoshlarimiz o'z biletlari bilan o'z joylariga chiqib boradi. Bu avtobusimiz to'ladimi, to'lmaydimi, o'z vaqt soatida jo'nab boradi. Ishonchli kassa raqamlarimiz 8966 270 55 raqamlarimiz bilan bog'lanib kelib, avtobusga chiqib to'lovlarni amalga oshirib jo'nab ketishingizni tavsiya qilamiz. Hozirda avtobusimiz Pasatkada turibdi. Mana yurtdoshlarimiz birma-bir hozirda avtobusga chiqib boradi. Mana ko'rib Hoji Murod ham shu yerda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz do'stlar, ko'rib turganinglardek Pasatka jarayonimiz ketyapti. Sizlar ham kelinglar, shoshilinglar, O'zbekistonga ketaylik bo'ldi. Sovuq tushdi-yu. Dekabrda oxirigacha reyslarimiz to'xtamaydi. 31 dekabrda ham reyslarimiz bor. Tanlovda dashmanglar, ishonchli kassa raqamlarimiz 8966 270 55 raqamlari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.